Aloqa kunlik normasi bormi, haftalik normasi bormi? U kuniga 3 ta bo'ladimi, 4 ta bo'ladimi, 5 ta bo'ladimi? Erkak va ayolning o'ziga bog'liq. Ayolda xohish pasayib ketadi, gormonal buzilish bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin ko'pchilik har doim ko'proq bo'lishini xohlaydi. Ba'zi bir oila kamroq bo'lishini xohlaydi. Nimaga? Jinsiy hayot, umuman jinsiy hayot haqida ko'p gapiramiz, lekin juda ham ko'p savollardan bittasi jinsiy aloqa kunlik normasi bormi, haftalik normasi bormi yoki oylik normasi bormi yo yoshga bog'liqmi? Shu haqida ham ko'p ma'lumotlar bering degan savollar kelib turadi va shu haqida bugun gaplashamiz. Jinsiy aloqa, jinsiy hayot o'zi aynan erkak va ayolning xohishdan kelib chiqib amalga oshiriladi. U kuniga 3 ta bo'ladimi, 4 ta bo'ladimi, 5 ta bo'ladimi? Bu aynan erkak va ayolning o'ziga bog'liq. Agar kuchi yetsa 3 ta bo'ladi, kuchi yetmasa yoki o'sha tanasi xohlamasa bo'lmasligi ham mumkin. Lekin normada ilmiy 2015-yilgi manbada 2-3 marta, ya'ni haftada normal o'sha 25-35 yosh oralig'idagi erkaklar uchun norma sifatida keltirib o'tilgan. Lekin ko'pchilik har doim ko'proq bo'lishini xohlaydi. Ba'zi bir oila kamroq bo'lishini xohlaydi. Nimaga? Chunki aynan ko'proq bo'lishini xohlagan oilalarda aynan ayolida hammasini to'g'ri qabul qiladi, erkakda xohishlarini to'g'ri ifoda etadi va erkakda energiyani to'g'ri taqsimlaydi va kuchi yetadi o'sha narsaga va aloqa kamligini sezganligidan birdan vrachga boradi va qabulga borib, iltimos yordam bering, mana shunaqa narsa pasayib ketyapti deydi. Bu norma pastroq bo'lib qolgan yoki kamroq bo'lishni xohlaydigan oilalarda esa ba'zan shunaqa narsa bo'ladi. Ayolda xohish pasayib ketadi, gormonal buzilish bo'lib qolgan bo'lishi mumkin yoki yallig'lanish infeksiyali kasalliklar ko'payib ketgan bo'lishi mumkin. Mana shuni hisobiga ba'zi bir o'sha oilalarda aloqaga bo'lgan xohish pasayib ketishni xohlaydi, lekin erida xohish yuqori bo'lganligi uchun majburan aloqa qiladi. Jinsiy aloqani o'zi agar erkak va ayol xohlab, o'z yuragidan xohlab aloqa qiladigan bo'lsa, bu aloqa sifatini ham oshiradi va sonini ham ko'paytiradi. Shuning uchun har doim aytamiz, biz birinchi navbatda jinsiy aloqa qilishdan oldin er-xotin suhbatlashib olinglar. Kim qanaqa nimani xohlaydi, qanaqa bo'ladi? Mana shu jinsiy tomonlama erkak bilan ayol suhbatga kirishish kerak, maslahatlashish kerak, gaplashish kerak va o'zini xohish, talab, istaklarini aytib o'tish kerak. Lekin ko'p hollarda ayollar eriga yeta olmaydi, erkaklar umuman noto'g'ri narsani aytadi, ayollar qarshilik qiladi. Aloqa kirishmasdan turib o'zi miyada o'zi stress ketishi boshlaydi, ya'ni xohish pasayishni boshlaydi. Chunki u biladiki, ayol rad etyapti, u holatda u narsaga tayyor emas va shuni hisobiga men unaqa narsa ola olmayman degan narsa miyasiga o'tkazib qo'yadi va shuni hisobiga sifat pasayib ketadi, aloqaga bo'lgan xohish ham past va shuni hisobiga erkak bilan ayol tushunmovchilikka kelib chiqadi. Lekin sizlar shu narsani to'g'ri tushungan holatda, to'g'ri tavsiya bir-biringlar bilan yaxshi muloqotda to'g'ri tushunib harakat qiladigan bo'lsanglar, bu narsani bemalol erkak bilan ayol o'zi hal qilsa bo'ladi. Vrachlarsiz, ortiqcha narsalarsiz. Aynan suhbatlashishni o'zi bilan. Xo'p, ikkinchi masalada jinsiy aloqani ko'proq bo'lishi uchun baribir inson charchaydi yo boshqa bir holat ishdan keladi. Lekin o'sha tayyorgarliklar, boshqa narsalarni ko'rmasdan aloqa qilish mumkin yoki o'sha muhitni yaratmasdan turib ba'zi bir erkaklar o'zi umuman hammada tabiat har xil. Kimdir yaxshiroq muhitda aloqa qilishni xohlaydi, kimdir u muhit unga qiziq emas. Aloqa bo'lsa bo'ldi. Yoki ayol kishi priyatniy bo'lib, qanaqadir o'sha erkakda toza, ozoda bo'lib aloqa qilishni xohlaydi. Va shuning uchun ko'proq aloqa sifatini mana shu narsaga e'tibor berish kerak. O'sha toza, ozodalik, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilishga ham e'tibor berish kerak. Ba'zi birlar o'sha ishdan kelib srazi bir priyatniy, nepriyatniy holat, ya'ni o'sha umuman yoqmaydigan holat aloqa qilib qo'yish mumkin va shu bu aloqa sonini ham kamaytiradi, ayolni eriga bo'lgan qiziqishlarini ham pasaytirib yuboradi. Bu narsaga albatta e'tiborli bo'lish kerak, erkak ham, ayol ham. Uchinchi belgi bo'ladigan bo'lsa, aloqadan keyin har doim chapga o'ngga qarab yotib olish kerak emas. Aloqadan keyin baribir ayol kishi xohlaydi eri bilan birga yotishni, o'sha gapirishini xohlaydi, mehr berishini xohlaydi. Lekin ko'pchilik
erkaklarda bu narsa yetishmaydi. Qilmaydi o'sha ishni. O'zi bilganicha bo'ldi, men qiladigan ishimni qilib bo'ldim, bo'ldi, yotaman, uxlayman deydi, e'tiborsiz qoldiradi. Mana shuni hisobiga ham aloqa soni kamayib ketadi va sifat pasayib ketadi. Mana shunaqangi tavsiyalarni to'g'ri yo'lga qo'ysanglar hayotingizda, albatta ishonamanki, aloqa sifati ham zo'r bo'ladi, soni ham zo'r bo'ladi. Bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar va keyingi videolarim qanaqa mazmunda, qanaqa sohadan nimaga oid chiqishini xohlasanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar.